Assalamu alaikum qarindoshlar. Hamma shu vaqt xayrli bo'lsin, yaxshi tudinglarmi? Ko'gininglardek bu Arslan Hidoyat apandim men bilan vositalik yo'llar bilan aloqa qilib, shu hozirgi bu surgundagi hukumatning boshlatgan tashkilotlar imzo to'plash to'g'risida bir munozara bo'lsa, Mehmet To'xtani chaqirsam qatnashamsiz deb so'raganda men qatnashmay bo'ldi dedim. Hemenler köygününglardek bizning Göç Mehmet yana saxti chiqdi. Endi bu nimaga bu yerdan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, qarindoshlar. Bu paxpaxlarning, bu aqmaslarning shu shiltingi ayu to'pidilar. Hali kallasini ishlatmaydigan nima desa, shu deb oyoqdan hali Baxtiyor Nasir degandek oyoqda yana bir munofiqlari tang gaz verip o qıpasa bizning nochka deb texa Nabijon degan qaysi Nabijon bo'lsa aslallar eshaklar bil tang bo'lmaydi deb bir naslin degan bo'lsa kerak. Biz bulu bilan köyga yadi mujodala qilamiz, og'zini tuvoqlab o'timiz, mondoq o'timiz, ondoq o'timiz degan. Ya'ni o Nabijon degan o'shkining yo'lvas deb Arslan deb o'ylab qolgan eshkining yoki kalasining avalini ko'rdi. Mushunchiliklar Özang bayadi özang gör gapni qilsa, kichik hammaydan xalqning oldida bir o'zangning imdod qilingni bilamsa, ikki tane savol so'rsa, ashada butun xalq olamning oldida rasvo bo'lganini bilsa. Mushunchilik olim. Hammaning shu, hammaning bu tarafdagining hammaning shu. Endi mustaqillik bu. Göç Mehmet, texi qancha kunning, qancha yilning oldida, 3 yilning oldida mustaqillik deb dava qilay deb kirsam, mustaqillik desam, Sharq Turkistonga berib dava qilmamsa dedi. Mustaqillik deb dava qilib yo'l qo'ymaydi deb so'zlagan senmi emasmi? Endi jab mustaqillik tortishmas bo'lib ketibsan, ha? Doshqozondan narlik ketadigan bilib qolding, ha? Faqat bu narsa bekli oddiy. Bularning yil o'zi bilmaydigan Tayvanning egilik huquqi, Xitoy va Amerika o'rtasida egilik huquqi sababidan Tayvan mustaqillik e'lon qilamadi degan axlat qaysi kun depadi mana ekranda. Bunda desa Uyg'ur qirg'inchiligini yo'q qiladi, sulandirdi, rayon bilan otisi bo'lmaydi degani Darfur qirg'inchilik uchun Göç Mehmet deb yo'g'on savoldan birini qo'yib qo'ydim. Darfur degan bir rayonning ismi xalqning emas. Hech qanday bir qirg'inchilikni sulandirgani yo'q. Gaqlar Göç Mehmet. Onun javob yo'q. Endi hozir chiqib onda qildi, qonunda manda qildi, ya bir Kanadada degan eng shu indigenous people'lar eng mashhur bo'lgan bir 3 davlatning birisi. Avstraliya, Yangi Zelandiya, Kanada. Aşiyada turib sen tex indigenous people'ning nimaligini bilmaydigan nima qanday bilsa o qonunlarni sen onunga men dedim-ku. Sen ders o'tay kel men o'qitay deb. Shuning uchun ham bu anlovchi ko'gich qarindoshlarning bu yerdan chiqirdigan yakuni men xulosalab beray. İNİD'nin avtonomiya desanglar pul verimiz bo'lmasa bo'lmaydi degan narsa uchun bo'layotgan tipirlash. Yani bunun faydası olmasa Amerika hükümeti bu imza toplagan teşkilatlarına işini qiladi deb chiqarib o'tadigan ish bo'lsa, xotirjam o'tasan olmam joyingda pochig'ini berib bir motib kelsin deb. Chunki ishning unda bo'lmaydiganini bilsa, shuning uchun sakraysa. Doshqozondan arilib ketadiganini bilsa, seningdan boshqa Uyg'urning boshqa ovozi sen yetkazayotgan avtonomiya talab qilmizdan boshqa ovozning borlig'ini va uni qo'llaydigan 30-40 tashkilotning borlig'ini Amerikalikning bilib kelishidan qo'rqsa. Shuning uchun sakraysa, chichanshisa, yili uni deysa, yili buni deysa, o'zing bilmaydigan sarangdek gapni. Shu mening javobim ma'vu deb bir 9 minut so'zlabsa, yo'q desang tugidi ishki jumla bilan. Mana taklif kelganda qatnashamsa dedi. Birli so'z qildim, jumla emas, so'z. Ma'qulli dedim. Soat 9 minut bijnimadek so'zlabsa, shu tulqotundakmi gapimga qadashgansa, sen bu Göç Mehmet. Oshunda qipsa, endi oshi gapingni ekranga chiqib, menga desang olmamda yuzimga men birdan titib rasvarang chiqarib beratdim go xalqning oldida. Uni bilsanda hozir tonib qolding, ha? Tanadiki bu Arslan to'saq ulabılı tan ulamdoq degan Nabijon. Ma qerikalarning quyrug'ini chatirga qisib qochdi bu. Shu Nabijon degan o'zini Arslan jag'lab qolgan o'shka. Sen chiqamsiz maydonga xalqning oldida so'zlashimiz.
Bo'lmasa, u o'zingning topida oqmaydigan quruq gapni azroq qilib, siyib kirib uxlanglar juma.